Avvalo, yaqinda So this we Geosciences consider. jurnalida chop etilgan ilmiy maqolalarimizdan biri haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Ushbu jurnal Multidisciplinary Digital Publishing Institute nashriyotiga tegishli bo'lib, geologiya va yer fanlari sohasidagi nufuzli ilmiy jurnallardan biri hisoblanadi. Jurnal yuqori impact faktorga ega bo'lib, Q2 toifasiga kiradi hamda undagi har bir maqola o'rtacha yiliga 5 taga yaqin iqtibos oladi. Shu sababli biz ushbu jurnalni geologiya va geofanlar yo'nalishidagi yetakchi ilmiy nashrlardan biri deb hisoblaymiz. Mazkur tadqiqotning asosiy mavzusi minerallarni, xususan Qozog'istondagi Kalba-Narim metallogin mintaqasini xaritalashga bag'ishlangan edi. Ushbu hudud noyob yer elementlari va oltin konlari bilan mashhur hisoblanadi. Tadqiqot Saudiya Arabistoni, Germaniya, Italiya va Qozog'istondagi hamkorlarimiz bilan birgalikda amalga oshirildi. Men ushbu loyihada Samarqand davlat universiteti nomidan ishtirok etdim. Mazkur xalqaro hamkorlik doirasida Kalba-Narim metallogin zonasining geologik xususiyatlari bo'yicha bevosita ilmiy ma'lumotlarni to'plash maqsad qilindi. Buning uchun giperspektral va multispektral masofadan zondlash texnologiyalari, dala tadqiqotlari, energiya dispersiyasiga asoslangan spektroskopiya tahlillari, mikroskopik tadqiqotlar hamda boshqa zamonaviy ilmiy usullardan keng foydalanildi. Tadqiqot natijasida noyob yer elementlari va oltin konlarini sanoat miqyosida o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'lgan istiqbolli hududlar aniqlandi. Shu maqsadda biz keng ko'lamli dala ishlari olib bordik. Turli kon maydonlarida bo'lib geologik namunalar to'pladik. Olingan namunalar keyinchalik laboratoriyalarda rentgen diffraksion tahlil hamda spektral angli mapper usullari yordamida chuqur tahlil qilindi. O'tkazilgan barcha tahlillar natijasida istiqbolli konchilik hududlariga yo'naltirilgan geologik xaritalar ishlab chiqildi. Shuningdek, aniqlangan ayrim kon maydonlarining sanoat miqyosida o'zlashtirish imkoniyati ham tasdiqlandi. Bu hududlarni tijorat maqsadlarida qazib olish mamlakat uchun katta iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Chunki bu yerda muhim mineral resurslar, ayniqsa noyob yer elementlari mavjud. Jumladan ushbu mintaqa titan va litiy zaxiralari bilan alohida mashhur hisoblanadi. Bizning tadqiqotimiz aynan shu mineral resurslarni aniqlash va ularning istiqbolini baholashga qaratilgan bo'lib, uning natijalari nufuzli xalqaro ilmiy jurnalda muvaffaqiyatli nashr etildi. Kelgusida ham ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar va xalqaro hamkorlikni davom ettirishga tayyormiz. Working on it.